Mana bu bolalar pediatr bo'limi. Mana shu yerda bolalar kelib yordam ko'rsatiladi, davolanadi, kerak bo'lsa shu yerda qolib davolashga xonalar ajratilib, mana shu yerda davolanib ketadi. Bir bolalar bo'limi. Cheka. Shularda amaliyot qilyapmiz bo'lsa. Mana bu teri tanosil kasalliklari bo'limi. Bu Bekobod tuman bosh shifoxonasi mana shu yerda qabul qilinadi. To'g'ri, tizimda muammolar, ichkarida muammolar yetarlicha, lekin harakat qilamiz. Shundan ham maksimal foydalanishga, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Harakat qilyapmiz. Har bir bo'limda ishlab, amaliyot qilib o'rganishga. Shunaqa. Assalomu alaykum hammaga. Bugun amaliyotimda ikkinchi kuni. Birinchi kuni video ola olmadim, chunki vrachlar bilan tanishish, keyin joylashish, hujjat ishlari bo'yicha ozgina o'rganib oldim. Bugun ikkinchi kun. Mana amaliyotdan hozir chiqdim. Mana sumkam. Amaliyot davomida menga ko'plab bo'limlarga kirib, vaziyat bilan tanishishga, ko'rishga, kuzatishga harakat qilyapman. Bugun ikkinchi kun bo'lgani uchun hali kunlar oldinda. Birinchi kuni shunday bo'ldi. Ertalab to'g'ri vrachning oldiga kirdim. Bolalar bo'limi, pediatr bo'limiga kirdim. Pediatr bo'limida vrachlar bilan to'g'ri vrachlarga uchradim. Ular bilan tanishdim. Vrach bilan birgalikda obxodga kirdik. O'sha xonalarga kirib, bemorlarda ahvolini ko'rib, ular bilan tanishib, o'zgarishlarni ko'rib, keyin ularga retsept yozib berish yoki maslahat berib, shu yordam ko'rsatish. Shunday aylandik. Hali hujjatlarimni berganim yo'q. Men hali bu yerda amaliyot qilayotganimda u hujjat bo'yicha u emas, hali kiritilganim yo'q ro'yxatga. To'g'ri vrachga borib uchraganman. Shu sirada amaliyotni boshlab yubordim. Keyin soat 9:30 larda, 8 ga kelgan bo'lsam 9:30 larda meni vrach aytdiki, shu administrator xonasiga borib hujjat yo'llamani olib kelasan deb aytishdi. Uni keyin yo'llamani olib kelib berdim. Bugun ikkinchi kunga keldim. Ikkinchi kun yaxshi. Ikkita bolalar bo'limidan ikkita bemorimiz anaga boribdi. Yuborilgan MSKTga yuborilgan ekan. MSKTga borib bilan tanishdim. Suyaklarni ko'rib, ulardagi o'zgarishlarni ko'rib, u ana qog'ozga chiqarib beradi. Ko'rdim, kuzatdim, savollarimga javob oldim. O'zgarishlarni ko'rdim, qanday sog'lom odamda suyak qanday bo'lgan, bu umurtqa sohasida yoki dumg'aza sohasida, keyin kasal odamda suyakdagi qanday o'zgarishlar bo'lgan holatda qanday ko'rinishi keladi, shularni ko'rdim, savol berdim. Mas'ullarga javob berishdi. Yaxshi, shifokorlarda amaliyotchilarga yaxshi muomalada, yaxshi yordam beradi. Savol so'ragan, qiziqqan bolaga yordam beradi. Ularda bilim berishga, savollarga javob berishga harakat qiladi. Yaxshi, o'zini qilgan xatolar haqida, mana shu men amaliyot paytida mana shuni xato qilganman, keyin men bunday qilib o'rganib olganman deb yo'l-yo'riq ko'rsatib chiqishib ketish oson bo'ldi menga shaxsan. MSKTni o'rgandim, ko'rdim,
bemorlar bilan muloqotga kirishishga harakat qildim. Ularga yordam berishga, yo'l ko'rsatib borishga harakat qildim qaysidir ma'noda. Keyin oxirida hozir chiqishimdan oldin hamshiralar bilan bir bemorga kateter qo'ydik, mana venasiga. Kateter qanday qo'yilishini ko'rdim, kuzatdim, savol berdim, qanday bo'ladi shular haqida so'rab o'rganib oldim. Amaliyotda qilib ko'rmadimu, amaliy qilib ko'rmadimu, ko'rib uni haqiqatan ham ko'rib, u bemorda qanday holatda bo'lishi kerak, qanday shifokor qanday qilinadi, mexanizmlarini ko'rib o'rganib oldim. Xudo xolasa keyingi amaliyotlarda qilib ko'raman qo'lda o'zim, xudo xolasa. Yaxshi taassurotlarim. Birinchi amaliyot, birinchi kursni bitirganman. Mana birinchi amaliyoti hayajonli bo'ladi, baribir birinchisi har doim qiziq bo'ladi. Shunga bo'lishkim keldi. Shunaqa amaliyotlar zo'r o'tyapti. Hozir amaliyotda paytida yurib har xil bo'limlarga kirib ko'rdimda, shularni ko'rib bilib, shuni bildimki, bir xil bitta bo'limda qolib ketmaslik kerak ekan. Bolalar bir kun, 2 kun, 3 kun bolalar bo'limida, keyin shu MCKTlarda o'rganib, o'pkani anaqa chiqarib berar ekanman bu. O'pkani shaklini, ko'rinishini, ichida qanday bo'lgan shularni ko'rib berar ekan. Shularni shunaqa bo'limga, keyinchalik xirurgiya bo'limiga, keyinchalik teri kasalliklar bo'limiga har xillariga kirib ko'rish kerak ekan. Bir vrach menga shuni maslahat berdi. Har kun bittada shu faqat o'shanda yurmash kerak ekan, qotib qolmaslik kerak ekanda. 3-4 kun bir bo'limda, keyin boshqa bo'limda, xullas shunaqa har xil bo'limlarga kirib o'rganish kerak ekan. Shunga harakat qilamiz. Yaxshi, ammo vrachlar bilan yaxshi muomalada yaxshi taassurotlar qoldi menda amaliyot paytida. Xudo xolasa bundan keyingi kontentim birinchi kursda qanday samarali o'tkazish mumkin, tibbiyot, aynan tibbiyot talabalariga qanday birinchi kursda samarali o'tkazish mumkin, nimalarga e'tibor qaratish kerak, nimalarga uncha e'tiborsiz qoldirish kerak, keyin nimalar qilmaslik kerak, nimalar qilish kerak, nima maslahatlarimni berib o'taman va men o'zim qilgan xatolarni aytib, uni qanday qilganda to'g'ri bo'lardi, hozir tushunib yetganlarimda, yechib topganlarim haqida bo'lishib o'taman. Xudo xolasa keyingi kontentlarda sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Doston Hashimkov bo'ldi. Bum.